Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda biz konstanta, variable, data typelar haqida gaplashamiz. Kelinglar bugungi maqsadni ko'rib chiqsak. Bugungi maqsadimiz birinchi o'rinda konstanta, ya'ni let bilan tanishamiz. Alohida bu haqida to'xtalamiz. Variable, ya'ni o'zgaruvchi data tiplar. Ular nima bo'lishi mumkin? String, int, double, bool, shu kabi va boshqalar bo'lishi mumkin. Kelinglar playgroundga o'tamiz. Playgroundda birinchi o'rinda bizda oldingi darsda ko'rganmiz greeting hello Islombek degan yozuvni chiqargandik. Bu hello Islombek string hisoblanadi bizda. Bu string turi, ya'ni string turi bo'lish uchun nima bo'ladi deydigan bo'lsak, ikkita bitta yoki bittalik qo'sh tirnoq ichida bo'ladi. Salom Islombek. Bizda yana turlar bor. Masalan, var haqida ham gaplashaylik. Var birinchi o'rinda var. Variable degani bu doimiy o'zgaruvchi. Endi bizda let bor. Bunga mutanosib ravishda let nima deyishimiz mumkin? Let p deyishimiz mumkin. P ni qiymati 3.14. Xo'p, buni farqi nima deydigan bo'lsak, pastga e'tibor berib qarab turamiz konsolga. Xo'p, variable'ni o'zgartirib ko'raman. Greeting teng deyman hello worldga. E'tibor bergan bo'lsak, hello worldga o'zgardi. Demak, bu variable o'zgaruvchi, har doim o'zgarishi mumkin. Endi let konstantani p deb e'lon qildik. Kelinglar p ni ham qaysidir songa tenglab ko'ramiz. P teng deyman 5 ga desam. Nima bo'ladi? Error. Cannot assign to value p deyapti. Let constant. Bu o'zgarmas qiymat. Bu qiymatimiz o'zgarmas. Let bilan e'lon qilsak, demak, xulosa qilishimiz mumkin. Umuman o'zgartira olmaymiz. Lekin biz var bilan e'lon qilgan o'zgaruvchilarimizni har doim o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Let o'zgarmas, var o'zgaruvchi. Xuddi shunday tushunsak bo'ladi. Kelinglar vardan foydalanamiz. Var age deylik, yosh. Masalan 12. Hello Islombek, sizning yoshingiz 12 demoqchimiz masalan. Age Hello Islombek 12 dedik. Demak 12 yoshda bo'ldi. Raqamlar, har qanday raqam bizda int hisoblanadi bu joyda. Int 12. 12 yosh. Bu int. Kelinglar buni komment qilib int deb qo'yaylik. Greetingimizni o'zini alohida olaylik. Bu string hisoblanadi. Biz intni ko'rdik, stringni ko'rdik. Xo'p, yana nima ko'rishimiz kerak edi? Double va bool. Xo'p, double qiymatimiz qanday bo'ladi desak, var deymizda, masalan, nima bo'lishi mumkin? P ni qiymati masalan hajm 1,5 metr deyishimiz mumkin. Bo'yi teng 1,5. Yana butunning qismini, masalan 12 soni har doim int bo'ladi. Agar 1,5 bo'lsa, bu double bo'ladi. Keyingi qiymatimiz boolean. Boolean bu true false, ya'ni rost yolg'on qiymatlar hisoblanadi. Var teen deylik, ya'ni 20 yoshgachami degan savol qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bundan nima qilishimiz kerak? Rost yoki yolg'on qiymat qaytaradi bu. Masalan, age deymiz, yoshi kichkinami? Masalan, 19 dan yoki 20 dan deylik. 20 dan kichkinami deydigan bo'lsak, bu teen boolean qaytaradi. Kelar shuni print qilib ko'raylik. Print teen
Demak, true qaytardi. Demak, bu teen deganimiz yoshi 12dami yoki 20 yoshgachami desak, ha dedi. Agar yoshini kelinglar 30 qiladigan bo'lsam yoki 40, qiymatimiz false qaytadi. Demak, bu teen emas. Prezentatsiyamizga qaytamiz. Bizda nimalar maqsadimiz? Konstanta, variablelarni o'rgandik, data tiplarini ham o'rgandik. String, int, double, bool. Misol keltirilyapti. Let ism o'zgarmas, Aziz, yosh o'zgaradi. Yosh 16 bo'lishi mumkin keyingi yil, lekin ismi Aziz Valiga o'zgarib qolmaydi. Ko'rib chiqdik bularni. String, int haqida, double, bool haqida gaplashdik. Kelinglar biz aynan tur berish haqida gaplashmayapmiz. Masalan, biz buni yozib qo'ydikda, mana shu joyga 2 nuqta qo'yib turib int deyishimiz mumkin. Agar men shuni double deb qo'ysam, esingizdami double? Double'da nima bo'lardi? Qiymatlar 1.5 bo'lishi mumkin. Demak, bu double ham bo'lishi mumkin, int ham bo'lishi mumkin. Shunda muammo bo'lmaydi. Kelinglar int deymiz. Greetingimiz. Agar men buni int deb qo'ysam nima bo'ladi? Ko'ramiz. Cannot value type. Demak, tipimiz xato. Bu string berilgan bu joyda. Bu string bo'lishi kerak deydi. String. Bo'yi. Kelinglar shunga int berib qo'yaman. Biz double degandik. Mana, xato berdi. Bu double bu. Double. O'zimiz tinimiz nima edi? Bool. True yoki false, rost yoki yolg'on qiymat qaytaradi. Hammasini ko'rib chiqdik. Misollarimiz tayyor. Endi sizlarga vazifa bo'ladi. Demak, o'zingiz haqida yozasiz. Let ism, tug'ilgan yil haqida yozasiz. Var yosh, sinf haqida. Turlarni ham sinab ko'ramiz. Bittadan misol ishlab ko'ramiz. Interpolatsiya, ya'ni tekst ichiga qo'shimcha ism, masalan, Salom Islombek 12 deb yozib ko'rdim. Siz mening yoshim 12 da, 25 da deb yozishingiz mumkin. Minimal talab 4 o'zgaruvchi qilamiz. Let va varni farqini tushunishga harakat qilamiz. Tushundingiz degan umiddaman. Har bir turga misol keltiramiz. Interpolatsiyadan foydalanamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.